Begim, tushunmadim. Bu yerga kelishimiz boisi nima? Zaynabxon, esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi. Nahotki? Ha. Yuring, qarzim muzey. Operatsiya zarur. Lekin rozilik bermayapti. Qarindosh urug'larga xabar qildinglarmi? Hech kimi yo'qmish. Lekin sizni yaxshi taniyman deyapti. Ismi Kumush ekan. Kumush. Tushlarimga kirib yurgan, yulduzlarday yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan, siz o'shamu, siz o'shamu. Tushlarimga kirib yurgan, yulduzlarday yonib turgan, meni o'ylab xayol surgan, siz o'shamu, siz o'shamu. Olmang deyman zavolimga, jamolingiz xayolimda, dilimdagi savolimda, siz o'shamu, siz o'shamu. Nishonimga tandirib yetgan, yuragimni afkor etgan, otaligimni yakkan, siz o'shamu, siz o'shamu. Nishonimga tandirib yetgan, yuragimni afkor etgan, otaligimni yakkan, siz o'shamu, siz o'shamu. Shuncha vaqt qayerlarda edingiz? Turmushlaringizga xalaqit bermay ketam. Nahot turmush qurmadingiz? Sizga bo'lgan muhabbatim bor-ku. O'sha muhabbat bilan yashadim. Nahot Boshqacha yashay olmadim.